Mana bu holatni oddiy odam tushunmaydi. Lekin trak driverlar birdan bilib qo'yadi. Nima uchun mana bu ikkita stopi urilgan? Qolgan joyi butun. Sababi yuk olish maqsadida dorozaga qo'yadi bular. Darozani temirlari aynan stop to'g'rayda bo'ladi. Bu tormoz bosmasdan uravergan, ayniqsa mana shopir tomon, ya'ni chap tomonni yo'q qilib tashlagan. Ana rezinkasi ham bor, rezinkani ham kirgizib yuborgan ichkariga. Agar oddiy odam bo'lsa, orqadan kelib birov urgan, yo'q. Urgan bo'lsa, tayda dugas qiyshayib ketish kerak. Mana bu qulflar tay qiyshayish kerak. Bu yerda faqat ikkita stop qiyshaygan. Sababi shu. Ya'ni yuk olishga borgan vaqtda tormoz bosmadan orqani urgan.